G'afur G'ulom, ko'ngilsizning qilig'i. Hikoya. Bir tancha bo'lib gurunglashib, g'o'za chuvib o'ltirgan qiz-juvonlar qo'yarda qo'ymay Sarvar xoladan o'tgan gaplardan hikoya so'ylatmoqchi bo'ldilar. Sarvar xola qo'lidagi ko'sakning og'zini yorar ekan, javob kutib tikilgan juvonlarga qaradi-da, "Qurib ketsin o'sha bema'ni gaplar, ishlaringizni qilsalaring-chi, aylanaylar", dedi. Bunga Mukambaroy unamay, "Ular xola nima qilarmish, biz ham o'sha sizning boshingizdan o'tgan gaplardan eshitib qo'ysak", dedi. Xonposhsho Mukambaroyga qo'shilib, "Ayta qoling, shuncha odamning sazasini bekorga o'ldirmang", dedi. Sarvar xola o'ltirgan xotin-qizlarga bir tikilib oldi-da, "Xayr, qani aytsam aytay", dedi. "Lekin quloqlaringizni solib jim o'tirasizlar. Birontalaring qilt etib og'iz ochsalaring, hikoya o'sha yerda adoyi tamom. Mendangina qilmanglar, xo'pmi?" "Xo'p, qani boshlang", Sarvar xola hikoyasini boshladi. Dadam o'roqchilikda chegaralik qilar edi. O'zi kambag'al, yolg'iz qo'l odam edi. Yoniga bironta shogird yoki xalfa solib ishlatishga qurbi yetmas edi. Onam ko'pincha qo'ni-qo'shnilarimizning to'y, ma'raka, uy-ro'zg'orlardagi yumushlariga qarashib, ulardan non, osh olib kelib, tirikchilikka qarashar edi. Men bo'lsam endi 17 yoshdan 18 ga qadam qo'ygan navqiron qiz edim. Bizning uy ichimizda mendan kichik ikkitagina o'g'il ukalarim bo'lsa ham, ularning qo'lidan hali hech ish kelmas edi. Mahallamizda bizdan 3 qo'shni nari Qosimboy degan katta poyko'pchi bo'lib, uning 4-5 joyda katta-katta juvozlari, guruch bozorda 5-6 ta do'konlari bo'lar edi. Bular har haftada vagon guruchlarni Buxoro tomonga jo'natib turar edilar. Qosimboyning qo'l ostida kami 50 lab gumashtalari, xizmatkorlari, shahardan shaharga qatnovchi odamlari bor edi. Bularning hamma hisob-kitoblarini to'g'irlaydigan boyning 35 lar chamasidagi G'aniboyvachcha degan o'g'li bor edi. Men kundan-kun o'sdim. O'g'il ukalarim ham ulg'ayib, bo'ylari cho'zila boshladi. Dadam bechoraning boshida yangi umidlar, meni erga berish, ukalarimni sunnat qilish kabi orzu-havaslar uyg'ona boshladi. Qiz ma'no birovning xasmi. Qachon bo'lsa ham o'z tengi chiqsa o'rab-chirmab olib ketishadi. Lekin o'g'il bolaning ishi qiyin. Uni sunnat qilish, uylantirish, hammasiga ham ota-ona javobgar. Dadamning miyasida ham meni erga berishdan ilgari ukalarimning qo'llarini halollab olish tashvishi kattaroq edi. Chunki katta ukam 12 ga, kichigi 10 ga kirib qolganlaridan mahalla ko'ydagilar kishilar ham dadamni ko'rganda nuqul shu to'g'rida so'z ochib uyaltirar ekanlar. Ba'zilari "Rahmatqul aka, to'yni qachon qilamiz? Qachon sabzi to'g'raymiz?" desalar, ba'zilari bironta sotiladigan narsani dadamga ro'kach qilib, "Rahmatqul aka, siz shuni olib qo'ying. Mana, yaqinda Xudo xohlasa boshingizda to'yingiz bor. Biror egiligingizga yarab qoladi", deyar ekanlar. Hatto bir kuni mahallaning sufiysi Rahmatqul domlamizning yelkalari ham qichib qolgan emish. "Qachon to'y bo'ladi?" deb so'ramoqdalar. "Bu yil kuzdan qolmas inshaalloh", deb dadamni mulzam qilar ekanlar. Dadam xalqning ta'na tavbasidan zerikib, bir kun onam bilan maslahat qildilar. Qanday bo'lsa ham bir o'nqovini topib, kishi ko'rganday orzu-havasli to'y o'tkazish niyatida edilar. Otam bilan onam o'ylab, oxiri Qosimboyvachchadan biror 150 so'm qarz olishni ma'qul ko'rdilar. Shu bilan dadam ertasiga bomdoddan chiqqandan so'ng to'g'ri Qosimboyvachchaning hovlisiga borib, qarz so'ramoqchi bo'libdi. Qosimboyvachcha avvaliga "Qo'limda naqd oqcham yo'q. Berganim bilan vaqtida uzolmasdan uyaladigan bo'lmang. Siz bilan biz yonma-yon qo'shni. Tag'in o'rtamizga sovuqchilik tushib, nari-beri gapga qolmaylik", deb turli shartlar bilan vekselga qo'l qo'ydirib 150 so'm bermoqchi bo'libdi. Bu pulning 100 so'mi naqd oqcha, qolganiga o'z juvozidan guruch berar ekan. Dadam 150 so'mga har oyga 5 so'm ijara to'lashi lozim ekan.
Shu bilan uyimizda xursandchilik paydo bo'ldi. Hammaning og'zida to'y, qavm-qarindoshlarimiz muborak bo'lsinga kela boshladilar. 15 kunga qolmay dadam o'g'illarining qo'lini halollab oldi. Sarvar xola so'zini shu yerga yetkazganida, qiz juvonlarga qarab, "Bo'ldi qoqindiqlar, mening boshimdan o'tgani shu" dedi. Qiz juvonlar chuvillashib, "Ular dadangizning to'yi qursin, bizga uning nima qizig'i bor? Qolganini ayting, gapning moyilligiga kelganda to'xtamang-da xolajon" deyishdi. Sarvar xola jilmayib turib so'z boshladi. Oradan bir necha kun o'tdi. Bir kun boyning uyida xizmat qilib yuradigan Shafoat amma degan oqsoch onamdan ishlarimga ozroq boqishib yuborsin deb meni so'rab olib chiqib ketdi. Men chiqdim. Dadamning boydan qarzlar bo'lganidan boyning uyida bo'ladigan butun mavliyatlarda chiqib xizmat qiladigan bo'lib qoldim. Bora "Kimsan, boy buvangdan qochasanmi?" deyishib Qosimboydan qochmaydigan qilishdi. Men boyning uy yumushlarini qilishga ko'p chiqar edim. Bir kun boyning katta xotini mendan koyib, "Sarvar, agar bizning uydagilarning hammasidan ham qochib beradigan bo'lsang, bizning uyga chiqma. Nahotki bitta-yu bitta G'aniboyvachchadan qochsang, Xudoga shukr, u kichkina odam emas, sendaylarga zor ham emas" dedi. Men boyning o'g'li G'aniboyvachchaga salom berib ko'rindim. Uyalganimdan qora terga tushib yerga termilar edim. G'aniboyvachcha menga juda qattiq tikilib kuldi-da, "Ha, Sarvarxon, omonmisiz? Barakalla, katta qiz" deb chiqib ketdi. G'aniboyvachchaning xotini Zumrad kelinoyi mashhur boylardan Inoyat Hojixonning qizi bo'lib, uncha ayta turgan chiroyli emas edi. G'aniboyvachcha unga ko'p ham iqi suyib qaramas edi. Shu vajhdan G'aniboyvachcha kim ko'ringan kishilarning xotin-qizlariga oylab yurar edi. Men G'aniboyvachchaga ko'ringanimni onamga aytganimda onam koyib, G'aniboyvachchaning koshki niyati sog' bo'lsa, dadasi topganini ko'cha-ko'yda sovurib yuradi. "Chakki qilibsan qizim" dedi. Xayr, bir kun yana Qosimboyning uyiga mehmonlar keladigan bo'lganidan oqsoch meni chaqirib ketdi. Men ularning keldi-kettisining ko'pligidan zerikib, chiqmay degan edim ham-ku, biroq dadam bechoraning yuz xotirini qilib chiqishga majbur bo'ldim. Men chiqqanimda boyning uyida hech qanday mehmon kelishining asari bo'lmay, uyda hatto boyning xotinlari ham, kelinlari ham yo'q edilar. Oqsoch meni aldab olib chiqqan ekan. Shafoat amma menga iljayib, oppoq oyimlar bilan kelinlari nah ko'ch-ko'ronlari bilan qudalarining uyiga ziyofatga ketishdi. Abdufattoh G'uljadan qaytgan ekan. Bu kun u yerga hamma yig'ilgan. Boy bobong ham o'sha yerda. Bugun sen bilan men yolg'iz uyning bekasimiz. He. Men mayda-chuydani surishtirib o'tirmay, hovli yuzalarini supurishga kirishdim. Qozon tovoqlarni yuvdim. Shafoat amma bu paytda uy ichlarini yig'ishtirib yurar edi. Men ariq labida samovarning kulini to'kar edim. Shafoat amma boyning kichik xotinining uyidan "Sarvar, hay Sarvar, opang aylansin, borib kelinoyingning uyini sen yig'ishtirib qo'ya qol. Koshki u oyimxonning o'lgurlari birovga o'z yuklarini ortmoqchilab yurmasalar" dedi. Men xo'p dedim-da, supurgini ko'tarib G'aniboyvachchaning xotinining uyiga kirdim. To'g'ridan ham uy yig'ishtirilmagan. Kelinning butun pardoz-andoz buyumlari, yechgan kiyim-kechaklari yer bilan bitta bo'lib, uy yuzasida chochilib yotar edi. Hatto o'rinlari ham yig'ilmagan edi. Mening yoshligim, nodonligim qursin. Ko'nglimga shu paytda bir pardoz qilish kelib qolib, kelinning oynasining yoniga kelib qolib, upa, elik surmalari bilan qosh-ko'zlarimni pardoz qilmoqqa boshladim. Shafoat amma uyning eshigini ochib, kelib menga qaradi-da, kemshik tishlarini irjaytirib, "Ha qiz, o'lmagur, hech kim yo'g'ida pardoz-andozingni qilib qol. Tag'in er olib qochib ketmasin" deb eshikni yopib chiqib ketdi. Men uning orqasidan kulib qoldim. Shu topda birdan uy ichidan "Sarvar" degan tovush eshitdim. Yuragim urmoqqa boshladi. Atrofga ko'z yugurtirib hech kimni topa olmadim. Tag'in
Sarvar, pardoz qilmasang ham chiroylisan, dedi haligi ovoz. Yalt etib qarasam, G'aniboyvachcha taxmon zardivolni qayirib, menga jilmayib turar edi. Men voydod deb eshik tomonga yugurdim. Qarasam, eshik orqasidan zanjirlangan edi. Shafoat amma bilan G'aniboyvachcha birikib, meni shunday qo'lga tushirmoqchi bo'lganlarini payqadim. Qochib qutulishga birorta eshik qidirar edim. G'aniboyvachcha taxmondan tusha kelib, qo'limni mahkam ushladi. Sarvar, baribir qochib qutula olmaysan. O'zing yaxshi bilasanki, men xotinimga ko'ngilsizman. Men seni o'zimga xotin qilib olaman, dedi. Bu choqda u o'z so'zlarini bo'g'ilib yutoqib so'zlar edi. Men yig'ladim, hech ilojim qolmadi. Sarvar xola o'z so'zini shu yerga keltirganda bir tortib qo'ydi va ko'ziga yosh olib, yuzimga sovuq suv sepib, Shafoat amma o'zimga keltirganda G'aniboyvachcha yo'q, men bir pullik odam bo'lgan edim, dedi. Butun bir tancha xotinlar bir-birlariga qarashib oldilar-da, keling xola, sadag'ai ko'z yoshingiz ketsin. O'tgan ishdan tush yaxshi, qolganini gapiring, keyin nima bo'ldi, dedilar. Qoqindiqlar keyin nima bo'lar edi, dedi Sarvar xola. Dadamning boydan oqcha olganiga 1 yilcha bo'lgan bo'lsa ham, 1 tiyin to'lay olgani yo'q edi. Boy notariusdan odam bilan kelib uyimizni xatlatdi. Mahalla ko'yning narxi bilan hovlimizni boy o'ziga 175 so'mga qoldirdi. Boyning dadamdagi haqqi ijarasi bilan 235 so'm bo'lar ekan. Qolgan 60 so'm pulni dadamga zakotga ushatdi. Biz o'z uyimizni boyga topshirib, ko'chalarimizni ortmoqlab mana shu yerga kelib qoldik. Dadam meni bir qoshiq obi yovg'on bilan hozirgi erim Sa'diy xalfaga erga berdi. Shundan so'ng kuyov qaynota chorikorlik qilib bizni boqmoqqa boshladilar. Biz ham qo'ni-qo'shnining xizmatini qilib ularga qarashar edik. Mana hozir bo'lsa otam-onam o'lib ketdilar. Sa'di akangiz yer islohotida Qosimboyning yerini egallab, mol-mulkli bo'ldi. Ukalarim pochchasining yonida yordamchi. Qosimboy o'lib, G'aniboyvachcha shaharda oyoq cho'tkalar emish. Yeri hukumat tomonidan bo'lashib berilgan, deb eshitgan bo'lsam ham, allazamonlardan buyoq ko'rganim yo'q, deb Sarvar xola so'zini tugatdi. Butun xotinlar Sarvar xolaning hikoyasi ustida gapira-gapira bir qancha g'o'zani chuvib qo'yganlarini bilmay qoldilar. Men ayamning yonboshiga suyanib, pish-pish uyquga ketgan edim.